Assalomu alaykum beruniylar. Hammaga ma'lumki, Progress School xususiy maktabi noyabr oyida o'zining ikkinchi filialini ochdi. Shu munosabat bilan ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan ko'plab savollarga javob berish uchun bugun ikkinchi filialimizning mini obzorini qilishni rejalashtirdik. Endi esa sizlarga filialimizning manzilini tushuntirib o'tamiz. Filialimizning chap tarafida hammaga ma'lum bo'lgan Beruniy tumanidagi maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi joylashgan, o'ng tarafida esa Osiyo Grand va Charos Market binolari joylashgan. Maktabimizga kirish mana shu darvozadan boshlanadi. Binomizning kirish qismida resepsiyon joylashgan va bu yerda sizni mas'ul xodimlarimiz kutib olishadi. Agarda sizning maktab yuzasidan savollaringiz bo'lsa yoki bo'lmasa farzandingizni maktabga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, xodimlarimizdan bemalol to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Maktabimizdagi asosiy darslarimiz binoning 4-qavatida olib boriladi. Endi esa binoning 4-qavati bilan tanishib chiqamiz. Biz hozir 4-qavatdamiz. 4-qavatdagi dastlabki xonamiz ingliz tili xonasi. Bundoqmi? Bu yerda darslar, ingliz tili darslari chuqurlashtirilgan tartibda olib boriladi. Hozirda o'quvchilarimiz TOEFL va IELTS imtihonlari uchun qattiq tayyorgarlik ko'rishmoqda. Keyingi xonamiz matematika xonasi. Bu xonamizda allaqachon yangi yil shukuhi boshlangan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu xonamizda matematika darsi Nurlan Abdullayev tomonidan olib boriladi. Ayni damda o'quvchilarimiz matematika fanidan milliy sertifikatga ega bo'lish uchun qizg'in tayyorgarlik ko'rishmoqda. Keyingi xonamiz ona tili va adabiyot xonasi. Alaykum assalom. Bu xonamizda dars jarayonlari ustoz Nilufar Sabirova tomonidan olib boriladi. Dars jarayonlarini videoda davomida ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonamiz zamonaviy full stack dasturlash va IT xonasi hisoblanadi. Bu xonamizda darslar ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan full stack dasturchi Botirbek Ibragimov tomonidan olib boriladi. Hamda xonamiz to'liq shaklda zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan.